Assalomu alaykum. Bugungi yig'ilishimiz qatnashchilari, biz Agrobank To'qoni filial xodimlari hisoblanamiz. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad bank sohasida yangiliklar, ya'ni biz tomonidan ajratilgan kreditlar, ishsizlikni kamaytirish, kambag'allikni kamaytirish, ish o'rnini ko'paytirish, shular bo'yicha yangi kredit mahsulotlarimiz bor, shular bo'yicha aytib o'tamiz. O'zingizda nima muammo bor, kredit bo'yicha ishlaydigan, ishlamaydigan, yuridik bo'lsa, boshqa omonat bo'ladigan bo'lsa, ipoteka bo'ladigan bo'lsa, har qanday bank to'g'risida savol-javoblar bo'lsa, shularni hal qilib o'tamiz. Hal qilinadigan narsani yozib olamiz, o'zimizga murojaat sifatida. Bugungi kunda Agrobank To'qoni filialida ajratiladigan kreditlar to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsam, tumanida 13 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'shaning 6 ta mahallasi Agrobankka kiritilgan. Ya'ni bu qaysi mahallalar? Guliston, To'qstepa, Ko'kcha, Zafarobod, Yangiozon, Qarg'ata, 6 ta mahalla. 6 ta mahallaga biz ishsizlarga, o'zini o'zi band qilgan, oxirgi 2 oy daromadiga ega bo'lmagan fuqarolarga mahalla loyihasi asosida 50 milliongacha bo'lgan kredit ajratib olamiz. Ya'ni bu 5 yilga 25%dan 2 yil imtiyoz davri bilan ajratiladi. Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib beriladi. O'zini o'zi band qilgan, 412 ming to'lov qilingan bo'lsa, ya'ni o'zini o'zi band qilib, qaysidir bir hunarmandchilikmi, chorvachilikmi shug'ullanib kelayotgan bo'lsa, yordam sifatida, ya'ni tadbirkorlik kengaytirish sifatida biz kredit ajratib bilamiz. Kafillik asosida. Yo'q, menga 50 million kerak emas, menga muddati kamroq, 17 million, 15 million kerak desangiz, 4 yillik biznesga ko'mak dastur asosida kreditimiz bor. 4 yillik bu 6 oy imtiyoz davri bilan 48 oyga ajratiladi. 25 oy. Bu ham to'g'ridan-to'g'ri passivga ajratiladi. Hop, men oldin oilaviy tadbirkorlikdan foydalanganman. Men vaqtida o'zim ijobiy tarzda yopganman, kechikkan kunim yo'q. Endi men yuridik korxona ochaman, tadbirkorlik qilaman, yuridik maqomga ega bo'laman deydigan bo'lsangiz, yaxshida MCJ ochsangiz, PQ 312 sonli qaror asosida 7 yilga 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha garov bilan kredit ajratib olamiz.